Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz axborot tizimlari va texnologiyalari birinchi kurs talabalarini hisob fanida musbat harfiy qatorlar mavzusiga bag'ishlanadi. Men Namangan davlat universiteti matematika kafedrasi dotsenti Mahmudova Dilnoza Hayitmirzayevna bo'laman. Demak, birinchi navbatda musbat harfiy qatorlar mavzusini yoritishimizdan oldin birinchi navbatda ushbu rejalar asosida yoritamiz. Demak, birinchisi musbat harfiy qatorlar tushunchasi, ikkinchisi taqqoslash va limit alomatlari, uchinchisi Dalamivre Cauchy alomatlari hamda to'rtinchisi Cauchyning integral alomati. Shu bilan birgalikda ATT sohasida bu musbat harfiy qatorlar qaysi sohada qo'llanilishini aytib o'tiladi hamda xulosa va mashqlardan iborat. Demak, birinchi rejamizda asosan musbat harfiy qatorlari tarixi, uni kelib chiqishi va u borada qaysi olimlarimiz ko'plab o'rganganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, qatorlar nazariyasi matematikaning eng qadimiy va amaliy yo'nalishlaridan biri bo'lib, asrlar davomida u rivojlanib keladi. Bu nazariya faqat nazariy bo'lib qolmasdan, hozirgi zamonaviy texnologiyani asosiy poydevori hisoblanadi. Birinchi navbatda qatorlar, musbat harfiy qatorlar borasida Eyler bu ishda juda ko'p shug'ullangan. U geometrik qator deymizmi yoki garmonik qator deymizmi yoki umumlashgan garmonik qator deymizmi, mana shular ustida fundamental ishlar olib borgan. Hattoki o'sha mashhur bo'lgan Eyler formulasi, ya'ni mana kompleks sonlarda X barobar cosinus x plus i sin x mana shu ifoda ham qatorlar nazariyasidan kelib chiqqan bo'ladi. Bugungi kunda hamma signallar nazariyasi va Fourier tahlillari Eyler ishlariga hammasiga tayanadi. Demak, shu bilan birgalikda Eylerdan tashqari Cauchy qatorlar yaqinlashuvi bilan birinchi marta qat'iy matematik tilda isbotladi. Deyarli har bir qatorni olib qaraydigan bo'lsak, u musbat harfiy qator deymizmi yoki sonli qator deymizmi yoki funksional qator deymizmi, albatta Cauchyni yaqinlash alomatlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi navbatda musbat harfiy qatorlarga ta'rif beradigan bo'lsak, faraz qilaylik. Demak, n barobar 1 dan chekkacha an barobar a1, a2 va hokazo an plus 1 qavschi 1 deb ifodalab olsak, mana shu qator berilgan bo'lsa, bu qatorda an barcha an uchun 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, mana shu 1 qavschi 1 qatori musbat harfiy qator deyiladi. Va musbat harfiy qatorlarda ularning qismiy yig'indilari doimo o'suvchi ketma-ketlikdan iborat bo'ladi. Chunki bizga ma'lumki, qismiy yig'inda Sn ni olib qaraydigan bo'lsak, Snimiz A1 dan An gacha bo'lgan xatlarning yig'indisidan iborat. Va Sn plus 1 ni olib qaraydigan bo'lsak, Sn plus 1 imiz A1 dan An plus 1 gacha xatlardan yig'indisidan iborat. Bizga ma'lumki, yuqorida aytib o'tgandek, A1 dan An gacha bo'lganlarning yig'indisi Sn ga teng va Sn plus An plus 1 imiz, ya'ni bunimiz Sn plus 1 ga teng va natijada bu Sn dan katta. Chunki yuqorida An plus 1 ga biz musbat degan shart qo'ydik. Demak, bunda bir necha musbat harfiy qatorlar yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchiligini ko'rishimiz uchun bir necha alomatlardan foydalaniladi. Buning uchun birinchi taqqoslash alomatini ko'ramiz. Agar bizga quyidagi ikkita, ya'ni n barobar 1 dan cheksigacha un va n barobar 1 dan cheksigacha bn musbat harfiy qatorlar berilgan bo'lsa, bularni biror n nomerdan boshlab un kichkina yoki teng bn mana shu shart, ya'ni mana shu tengsizlik bajarilsa, u holda quyidagi ikkita holatni ko'ramiz. Ya'ni yig'inda n barobar 1 dan cheksigacha bn ni qatori yaqinlashuvchiligidan yig'inda n barobar 1 dan cheksigacha un qatori yaqinlashuvchiligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni agar mana shu qatorimiz yaqinlashsa, bu qatorimiz ham yaqinlashadi. Aksincha, agarda un n barobar 1 dan cheksigacha un qatorimiz uzoqlashsa, undan katta bo'lgan n barobar 1 dan cheksigacha bn qatorimiz ham uzoqlashuvchi bo'ladi. Bu taqqoslash alomati bo'ladi. Endi buni mustahkamlash uchun birinchi navbatda biz quyidagi misolni ko'ramiz. Ya'ni bu taqqoslash alomatiga misol sifatida quyidagini ko'rishimiz mumkin. Ushbu 1 taqsim n ko'paygan 2n qatorimizni n barobar 1 dan cheksigacha qatorimizni ko'rishimiz mumkin. Bu yoyilmasi mana shu qatori yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchiligini tekshirishimiz uchun taqqoslash alomatidan foydalanamiz. Ya'ni biz shunaqangi qator olamizki, ya'ni bu yerda o'yinimiz 1 taqsim n ko'paytirilgan 2n bo'lgani uchun mana shu 1 taqsim n ko'paytirilgan 2n ga o'xshab ketadigan, ya'ni bizga uni yaqinlashuvchiligi yoki uzoqlashuvchi ma'lum bo'lgan bitta qatorni biz bu bilan solishtirishimiz mumkin. Ya'ni biz 1 taqsim 2n degan qatorni olamiz, ya'ni mana shu n-chi hadli qator, ya'ni qatori n-chi
haddi hisoblanadi. Ya'ni 1 taqsim 2n barobar bn ekanligini ko'rishimiz mumkin va bundan qator tuzsak, ya'ni yig'inda n barobar 1dan cheksizgacha 1 taqsim 2n bu qatorimiz bizga ma'lumki, bu geometrik progressiya. Agar geometrik progressiya qachon yaqinlashadi? Bu faqat q, ya'ni q'si 1dan kichkina bo'lgan holatda. Bu yerda ya'ni q'ni buni yoyilmasi 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 2 ning kvadrati plus 1 taqsim 2 ning kubi va hokazo plus 1 taqsim 2 ning n'inchisi plus va hokazo qatordan iborat bo'ladi va u cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani beradi. Ya'ni maxraji q teng 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu 1dan kichkina bo'lgani uchun berilgan mana tanlab olgan qatorimiz yaqinlashuvchiligidan, ya'ni o'zidan katta bo'lgan qator yaqinlashuvchiligidan o'zidan kichkina bo'lgan qator ham yaqinlashuvchiligi kelib chiqadi. Ya'ni demak, bn yaqinlashuvchiligidan un yaqinlashuvchiligi kelib chiqadi. Bundan xulosa, demak, taqqoslash alomatiga ko'ra n barobar 1dan cheksizgacha 1 taqsim n ko'paytirgan 2n qatorimiz yaqinlashuvchiligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda quyidagi ikkinchi misolni ko'raylik. Ikkinchi misolimiz, demak, n barobar 2dan cheksizgacha ln n taqsim n mana shu qatorimiz yaqinlashishi yoki uzoqlashishiga tekshiring. Demak, buni tekshirishimiz uchun birinchi navbatda bizga ma'lumki, n katta yoki teng 3 uchun demak o'yinimiz ln n taqsim n kichkina 1 taqsim n degan bu xat bilan taqqoslashimiz mumkin, chunki bizda matematik kursidan ma'lumki, agar kasrli maxrajlari teng bo'ladigan bo'lsa, surati kattasi katta hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ln 3imiz demak n katta yoki teng 3 da barcha mana shu ln 3 da mana shu narsa o'rinli bo'ladi. Va natijada biz bilgan yig'inda n barobar 1dan cheksizgacha 1 taqsim n ko'rinishidagi garmonik qator bilan solishtiramiz va bu qatorimiz berilgan ln n taqsim n barobar 2dan cheksizgacha qatorimiz demak n barobar 1dan cheksizgacha 1 taqsim n qatordan katta bo'ladi va bu garmonik qatori biz uzoqlashuvchiligidan berilgan qatorimiz ham uzoqlashuvchiligi kelib chiqadi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek taqqoslash alomatining ikkinchi bandiga ko'ra buni ham uzoqlashuvchiligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda bir necha alomatlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ikkinchi alomatimiz demak taqqoslashning limit alomati. Xuddi shunday bizga agar ikkita musbat hadli, ya'ni n barobar 1dan cheksizgacha un va n barobar 1dan cheksizgacha bn musbat hadli qatorlar berilgan bo'lib, mana shu chekli va musbat limit n cheksizlikka intilganda un taqsim bn teng a limit mavjud bo'lsa, ya'ni bu yerda a'imiz ham chekli bo'lishi kerak, ham musbat bo'lishi kerak. U holda ikkala qator bir vaqtda uzoqlashadi va bir vaqtda yaqinlashadi. Masalan, bundan bn uzoqlashsa, demak un uzoqlashadi. Un uzoqlashsa bn uzoqlashadi yoki aksincha bn yaqinlashsa un yaqinlashadi. Mana shu holatni ko'rishimiz mumkin. Bu taqqoslashning limit alomati bo'ladi. Endi bunga doir bironta misol ko'radigan bo'lsak, bizga ushbu misol berilgan bo'lsa, ya'ni n barobar 1dan cheksizgacha 1 taqsim 2n minus 1 qatori uzoqlashuvchi yoki yaqinlashuvchiligi tekshirishimiz mumkin. Tekshirishimiz uchun nima qilamiz? Birinchi navbatda bu qatorimizni qaraymiz. 1 taqsim 2n minus 1 qaysi qatorga o'xshash? Demak, bunimiz garmonik qatorga o'xshash. Garmonik qatorimiz demak n barobar 1dan cheksizgacha 1 taqsim n qator bilan buni taqqoslaymiz. Ya'ni taqqoslashning limit alomatiga ko'ra un taqsim bn, ya'ni umumiy hadlarini nisbatlarini olib, uni n cheksizlikka intiltirsak va uni limitini hisoblaymiz. Ya'ni unimiz bizda 1 taqsim 2n minus 1, bnimiz esa 1 taqsim n. Va natijada nisbatini olindi, teng bo'ladi. Demak, buni suratga o'tadi n 2n minus 1. Limit kursidan bizga ma'lumki, ya'ni limit mavzusidan ma'lumki, agar n cheksizlikka intilgan cheksiz taqsim cheksiz ko'rinishdagi aniq maslikka ega bo'lsak, bunda n eng katta darajasiga bo'lib yuboramiz. Surat va maxrajini bir xil songa bo'lsak, kasr qiymati hech qachon o'zgarmaydi. Demak, n ni n ga bo'ladigan bo'lsak 1, 2 minus 1 taqsim n ko'rinishda bo'ladi va natijada n ni cheksizlikka intiltirganimizda 1 taqsim cheksizimiz 0 ga intilganda hisobiga bunimiz jamida 1 taqsim 2 degan ifoda kelib chiqadi. Ya'ni biz taqqoslash limit alomatida a'imiz 1 taqsim 2 bo'lganda hisobiga bu 0 dan katta. Va mana shu 0 dan kattaligidan endi limit alomatida aytib o'tdim, agar bittasi uzoqlashsa, ikkinchisi ham uzoqlashadi. Agar bittasi yaqinlashsa, ikkinchisi ham yaqinlashadi. Demak, xuddi shunaqa garmonik qator uzoqlashuvchi ekanligidan berilgan mana misolimiz ham, ya'ni n barobar 1dan cheksizgacha 1 taqsim 2n minus 1 qatorimiz ham buni uzoqlashuvchiligi kelib chiqadi. Bu esa qaysidir ma'noda har bitta qatorni uni yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchiligiga tekshirish uchun ancha ishimizni osonlashtiradi. Demak,
Quyidagi misolni ko'radigan bo'lsak, 4-misolda n barobar 1dan cheksizgacha 1 taqsim 2n plus 1 degan qatorni uzoqlashuvchiligi yoki yaqinlashuvchiligiga tekshiradigan bo'lsak, bu taqqoslashli limit alomatidan qo'llashdan oldin demak 1 taqsim 2ga 2n bilan solishtiramiz buni. Ya'ni shunaqangi qator olishimiz kerakki, 1 taqsim 2n plus 1 qatorga o'xshashroq qator olishimiz mumkin. Ya'ni 1 taqsim 2n degan qatorni olamiz. Va natijada o'yinimiz 1 taqsim 2n plus 1 bo'ladigan bo'lsa, bnimiz 1 taqsim 2 ni n'inchisi bo'ladi. Va limit n'chilikka intilganda 1 taqsim 2n plus 1 1 taqsim 2n, ya'ni o'yin taqsim bn ga ko'ra, demak bunda yana almashadi. Limit n'chilikka intilganda 2n taqsim 2n plus 1 bo'ladi. Xuddi shunaqa yuqorida aytib o'tgandek cheksiz taqsim cheksiz bo'lsa, demak 2 ni n'chisiga surat mahrajini bo'lamiz. Va 2 ni n'chisiga surat mahrajini bo'lganimizda 1 plus 1 taqsim 2n bo'ladi va natijada n cheksizlikka intilganda 1 taqsim cheksizimiz bu 0 bo'ladi va buni limit qiymati 1 ga teng bo'ladi. Bu esa shartga ko'ra musbat. Lekin bizga ma'lumki, qator yig'inda biz tanlab olgan qator n barobar 1dan cheksizgacha 1 taqsim 2 ni n'inchisi qatorimiz cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya bo'lib, bu yaqinlashuvchi. Demak, buni yaqinlashuvchiligidan buni ham yaqinlashuvchiligi kelib chiqadi. Alomatlar, yana quyidagi alomatimiz bor. Bunda Dalamber alomati. Agar musbat haddiy n barobar 1dan cheksizgacha o'yin qator uchun limit n cheksizlikka intilganda un plus 1 taqsim un barobar d mavjud bo'lsa, u holda d ga qarab turib uni yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchiligini biz bilib olamiz. Ya'ni d 1dan kichkina bo'lsa yaqinlashadi, d 1dan katta bo'lsa uzoqlashadi. D 1 ga teng bo'lganda aniqlab bo'lmaydi. Yo yaqinlashishi mumkin, yo uzoqlashishi mumkin. Uni yana bir tekshirishimiz kerak bo'ladi. Bunga misol sifatida olib qaraydigan bo'lsak, quyidagi misolni ko'raylik. Ya'ni n barobar 1dan cheksizgacha 2n minus 1 taqsim 2 ni n'inchisi qatori olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda qator yoyilmasi berilgan, ya'ni n o'rniga 1 ni qo'yib, n o'rniga 2 ni qo'yib va hokazo holatda berilgan. Bu qator yaqinlashish yoki uzoqlashishiga tekshiriladigan bo'lsa, Dalamber alomatiga ko'ra quyidagicha qilamiz. Ya'ni o'yinimiz 2n minus 1 taqsim 2n bo'lsa, bizga yana nima kerak? Un plus 1 kerak. Un plus 1 qo'yadigan bo'lsak, ya'ni n o'rniga n plus 1 qo'yamiz. Demak, n o'rniga n plus 1 qo'ysak, 2 qavsida n plus 1 minus 1, mahrajda 2 ni n plus 1 darajasi bo'ladi. Va natijada bu qavsni ochib chiqsak, un plus 1 ko'rinishi 2n plus 1 taqsim 2n plus 1 darajasi bo'ladi. Va Dalamber alomatiga ko'ra n plus 1 haddini n'inchi haddiga bo'lganimizda, unda limitini hisoblaymiz. Ya'ni limit n cheksizlikka intilganda un plus 1 taqsim un ni o'rniga qo'yamiz va mahrajlari bunga bo'lganimizda bu ko'paytma bo'lib teskarisiga o'zgaradi va natijada mana shu holat bo'ladi. Ya'ni bu yerda 2n bilan buni 2n plus 1 2n ko'paytirilgan 2 qilib olsak, 2n bilan 2n qisqaradida bu 1 taqsim 2 limitni alomatlariga xosalariga ko'ra, ya'ni o'zgarmasni limitdan tashqariga chiqarishimiz mumkin. 1 taqsim 2 chiqib ketadi va natijada 2n plus 1 2n minus 1 degan limitimiz qoladi. Ya'ni bu ham aniq emaslik, ya'ni cheksiz taqsim cheksiz n ni eng katta darajasiga bo'lamiz. Ya'ni n ni eng katta darajasi n ga teng. Demak, 1 taqsim 2 limit n cheksizlikka intilganda 2 plus 1 taqsim n bo'ladi, 2 minus 1 taqsim n. 1 taqsim n la 0 ga intilganda hisobiga 2 taqsim 2 miz 1 ga teng va natijada bu limit 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu 1 dan kichkina. Demak, Dalamber alomatiga ko'ra agar d-imiz 1 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, u yaqinlashuvchiligiga kelib chiqadi. Demak, Dalamber alomatiga ko'ra berilgan qatorimiz yaqinlashuvchi. Endi mana yuqorida aytib o'tdim, taqqoslash alomati, taqqoslash limit alomati, Dalamber alomati, shu birgalikda Koshi alomatini ham ko'ramiz. Agar musbat haddiy n barobar 1dan cheksizgacha o'yin qator uchun limit n cheksizlikka intilganda n azosida o'yin teng s mavjud bo'lsa, bu qator s 1dan kichkina bo'lganda yaqinlashadi, s 1dan katta bo'lganda uzoqlashuvchi bo'ladi. S 1 ga teng bo'lganda buni ham aniqlab bo'lmaydi. Demak, bunga misol sifatida olib qaraydigan bo'lsak, ko'pincha bu Koshi alomati sizda savol tug'ilishi mumkin. Dalamber alomati, Koshi alomati qachon qaysi birini qo'llashimiz mumkin? Ko'pincha Koshi alomatini darajada n bo'lsa, ana shu misollarda qo'llasak ancha qulayroq bo'ladi va natijada n barobar 1dan cheksizgacha mana misolni olib qaraydigan bo'lsak, 1 taqsim 2 ni n'inchisi 1 plus 1 taqsim n ni n kvadrati. Ya'ni mana shu qatori yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchiligini
ko'rishimiz uchun birinchi navbatda buni umumiy hadini topib olamiz. Umumiy hadi 1/2 ni n'inchisi va 1 + 1 n ni n kvadratinchi darajasi. Mana endi kvadrat qolib bo'lganligi uchun demak limit n-ga intilganda un dan ildiz chiqarsak n ildizdida 1/2 1 + 1/n ni n'inchisi bo'ladi. Va natijada mana shunimiz y ga teng bo'lganda hisobiga y/2 bo'ladi. Ya'ni bu ajoyib limitga ko'ra y/2 imiz bizda 1 dan katta, chunki y imiz 2 dan katta bo'lganda hisobiga demak y/2 imiz 1 dan katta. Demak, Cauchy alomatiga ko'ra agar berilgan mana shu limitimiz 1 dan katta bo'lsa uzoqlashuvchi, 1 dan katta bo'lsa, 1 dan kichkina bo'lsa yaqinlashuvchi. Shuning uchun bu yerda 1 dan katta bo'lgani uchun berilgan qatorimiz uzoqlashuvchiligini ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi alomatni ko'radigan bo'lsak, Cauchy integral alomati. Cauchy integral alomatida demak bizga xuddi shunaqa, demak n barobar 1 dan chekkagacha un musbat hadli qator berilib, mana shu qatorimiz kamayuvchi bo'lib, demak hadlari kamayuvchi bo'lishi kerak. Hamda x katta yoki teng 1 da aniqlangan uzluksiz musbat monoton kamayuvchi fx funksiya uchun f1 imiz u1 ga teng, f2 imiz u2 ga teng va hokazo fn imiz demak un ga teng bo'lgan mana shu tengliklar bajarilsa, ya'ni o'rinli bo'lsa, demak integral 1 dan chekkagacha fx dx xosmas integral yaqinlashsa, bu berilgan qatorimiz ham yaqinlashuvchi. Aks holda uzoqlashsa uzoqlashuvchi bo'ladi. Ya'ni xosmas integralga buni o'tkazib yuborishimiz mumkin. Quyidagi misolni olib qaraylik. Ya'ni n barobar 1 dan chekkagacha 2n taqsim n kvadrat plus 1 kvadrati. Ya'ni qatori yaqinlashuvchimi yoki uzoqlashuvchimi? Buni bilishimiz kerak. Buni bilishimiz uchun biz yuqoridagi alomatdan foydalanamiz. Ya'ni Cauchy integral alomatiga ko'ra buni biz tekshiramiz. Shartlari hammasi qanoatlantirilgan holatda, demak fx imiz 2x taqsim x kvadrat plus 1 ning kvadrati deb olsak va natijada buni xosmas integralni 1 dan chekkagacha 2x taqsim x kvadrat plus 1 kvadrati dx xosmas integralni bajarishimiz kerak. Bizga ma'lumki, xosmas integralni ikkita turga bo'linadi. Birinchisi chegaralar cheksiz xosmas integral hamda o'sha sohada aniqlanmagan xosmas integral funksiyasi aniqlanmagan bo'ladi. Ya'ni bu birinchi tur xosmas integralga kiradi va birinchi tur xosmas integralda 1 dan chekkagacha 2x taqsim x kvadrat plus 1 kvadrati dx integralni hisoblashimiz uchun birinchi navbatda limit n cheksizga intilganda, demak cheksizni o'rniga n ni qo'yib, 1 dan n gacha 2x taqsim x kvadrat plus 1 kvadrati dx bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda nima qilamiz? Bu 2x ni d ichiga kiritamiz. Kiritsak 2 d ichiga boshlang'ichi bo'lib kiradi. 2x boshlang'ichi x kvadrat. Demak, d ichiga xohlagan sonni qo'shib ayrishimiz mumkin, chunki o'sha sonni hosilasi d dan chiqarilayotgan hosilasi 0 ga teng bo'lgani uchun. Demak, d x kvadrat plus 1 qo'shib yuboramanda, demak d x kvadrat plus 1 taqsim x kvadrat plus 1 kvadrati bo'ladi va natijada bu minus 1 taqsim x kvadrat plus 1 degan boshlang'ich funksiyani integralligini bilishimiz mumkin. Ya'ni bu Newton formulasiga ko'ra 1 dan n gacha, bundan 1 qo'yadigan bo'lsam 1 taqsim 2 minus 1 taqsim n kvadrat plus 1 bo'ladi. Demak, n ni qo'ydik va 1 ni qo'ydik. Natijada minus bilan plus bo'lgan hisobiga oldinga chiqdi bu. Limit n cheksiga intilganda 1 taqsim 2 minus 1 taqsim n kvadrat plus 1 limitini hisoblaydigan bo'lsak, limitni intiltirsak, n cheksiga intilganda 1 taqsim cheksizimiz 0 ga teng bo'lgan hisobiga bu yerda bu 1 taqsim 2 ga teng bo'ldi. Demak, xosmas integral yaqinlashadi. Bu mana berilgan tanlab olgan xosmas integralimiz yaqinlashuvchiligidan, demak, berilgan qator ham yaqinlashuvchiligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa Cauchy integral alomatiga ko'ra. Endi buni ATT sohasida ko'p yo'nalishlarga darsga kirsak, ko'p kishi nima uchun bizga kerak? Matematikani bu sohasida biz qayerda o'rganamiz degan savollarga yuzlanishimiz mumkin. Demak, darsimiz axborot tizimlari va texnologiyalar yo'nalishiga bo'lgan hisobiga, demak, musbat hadli qatorlar qayerda ishlanishini biz ko'rishimiz mumkin. Ya'ni musbat hadli qatorlar axborot tizimlari va texnologiya mutaxassislari uchun nazariy bilim bo'lib qolmasligi kerak, balki kundalik ishlatiladigan vosita hisoblanishi kerak. Chunki hozir bizga ma'lumki, kompetensiyaviy yondashuvga asoslanyapti hozir. Ya'ni kompetensiyaviy yondashuv nima? Kompetensiyaviy yondashuv olayotgan bilimlarimiz amaliyotda qo'llab olish qobiliyatini shakllantirish kerak. Shundagina har bitta o'quvchi nima darsi o'tyapti, qaysi mavzuni tushunyapti,
mana shu mavzuyimiz qaysi sohada o'zini sohasini qaysi yo'nalishlarda qo'llanilishini agar bilsak, bizda o'sha har bir o'qituvchi darsga kirishdan oldin mana shu mavzuni tushuntirishimiz kerak degan tushunchaga o'ziga oldiga vazifa qo'yadi va mana shu vazifani ijobiy natijasini talabalarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ATT sohasida demak quyidagi asosiy qo'llanish sohalari keltirilgan. Ya'ni signallar nazariyasida demak Fourier qator, tovush, video va radio signallarni raqamli qayta ishlash ham bunda musbat qanday qatorlarda Fourier qator ishtirok etadi. Demak, Fourier qatori biz o'sha tinglab turgan qo'shiqlarimiz deymizmi yo ko'rib turgan videolarimiz deymiz, hammasida signallar nazariyasida Fourier qatorga duch kelishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda algoritmlar tahlilini olib qaraydigan bo'lsak, demak, algoritm murakkabligini hisoblashda qatorlar yig'indisi formulалari ishlatiladi. Shu bilan birgalikda sun'iy intellekt hozir juda ham rivojlanib ketyapti. Mana shu sun'iy intellektda ham hatto neyron tarmoqlar aktivatsiya funksiyalari Taylor qatori orqali hisoblanadi. Shu bilan birgalikda tarmoq nazariyasini olib qaraydigan bo'lsak, paket uzatish ehtimoli, tarmoq yuklanishi modellariga geometrik qatorlar kerak bo'ladi. Kompyuter grafikasida 3D modellashtirish, silliqlashtirish algoritmlarida qatorlar rol o'ynaydi. Shu bilan birgalikda dasturlash Python, C++da quyidagi funksiyalar orqali, ya'ni mana shu bibliotekalar orqali qatorlar yig'indisini hisoblanadi. Ya'ni math.f va bu yerga qatori kiritiladi. SciPy bibliotekalari esa qatorlar yig'indisini hisoblashda bizda qo'l keladi. Va bugungi darsimiz xulosasi quyidagidan iborat. Birinchi navbatda biz nima o'rgandik? Musbat hadli qatorlar haqida tushuncha o'rgandik va ularning yaqinlashish alomatlarini barchasini ko'rib chiqdik va bizda ko'nikma hosil bo'ldi. Ya'ni mana shu turli alomatlarni qo'llash usullari. Ya'ni misolga qarab turib qaysi alomatni qo'llash ko'nikmalariga ega bo'ldik. Misolga qarab turib qo'llash ko'nikmalariga ega bo'ldik. Bizning maqsadimiz demak qatorlar nazariyasini chuqur tushuntirish edi. Bizning maqsadimiz qatorlar nazariyasini chuqur tushuntirish va maqsadga menimcha yetdik. Demak, mashq bu. Demak, ko'proq misollar yetish zarur. Uyga vazifa men bir qator vazifalarni beraman. Hamda musbat hadli qatorlar nazariyasi matematik tahlilning poydevori hisoblanadi. Yuqoridan hammasini men aytib ko'rsatib berdim. Keyingi darslarda demak boshqa qatorlarni, ya'ni absolyut qatorlar, yaqinlashuvchi qatorlarni sizlar bilan birgalikda ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.